Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga tanani biologik yoshartiradigan maslahatlar bermoqchiman. Eng oddiy, lekin o'ta foydali bo'lgan, ammo siz qilmayotgan maslahatlarni bermoqchiman. Muntazam ravishda amal qilgan insonlarning organizmi juda ham yosharib, yanada tetik holatga kiradi. Birinchi tavsiya, har kuni 2-3 daqiqa oddiy quyosh ostida turing. Bu organizmda D vitaminini ishlab chiqarishini ta'minlaydi. Ikkinchi tavsiya bo'lsa, har kuni 5 daqiqa yotgan holatda oyog'ingizni devoriga tirab, tikka holatda ushlab turing. Bu oyoq og'riqlaridan sizni xalos qiladi, har xil varikoz kasalliklaridan ham himoya qiladi. Uchinchi tavsiya bo'lsa, 1 daqiqa chuqur nafas olib, chuqur nafas chiqaring. To'rtinchi tavsiya, har kuni umurtqa pog'onasi bilan bog'liq mashqlarni bajaring. Beshinchi tavsiya, har kuni yuvining. Oltinchi tavsiya bo'lsa, har kuni bir dona ho'l meva yoki sabzavot iste'mol qiling.